Barchaga assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar. Ko'rishingiz mumkin, bizga juda chiroyli bo'lgan ko'riklarimiz keldi va nihoyat juda chiroyli rasvetkalarni olib kelib qo'yganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, tovuslilardan, gullilardan rasvetkalar juda chiroylilari bor. Mana hozir ochib bitta-bitta obzor qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Hurmatli qadrdonlar, qaranglar. Kimga nechta kerak bo'ladigan bo'lsa, nalichida bor, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Xabaringlar bor. Chig'atoyga ko'chgan 4311 magazinimiz, o'sha magazinimizda mana shunaqa chiroyli ko'riklardan bor. Hurmatli qadrdonlar, bularning orqasi to'rimizli bo'ladi, o'zlari rezinkali. Xo'p, sirpanib ketmaydi. Mana kafelda turibdi, ko'rishingiz mumkin. Sirpanmaydi. Rangi o'chmaydi, kartoshka bo'lmaydi. Hurmatli qadrdonlar, qaranglar. Rasvetkalar bilan bir marta tanishtirib o'tamiz, hurmatli qadrdonlar. Mana qizil ranglisi bor, tovuslisi bor. Qaranglar. Bularning ichida juda ko'p. Narxlari 80 ga 80 razmeri bor. Bunaqasiga 80, bunaqasiga 80 bo'ladi. Bularning narxi 80 ming so'm. 60 ga 60 razmeri bor, kichikroq bo'ladi. Uni narxi 60 ming so'm, hurmatli qadrdonlar. Bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Dastlabki xizmatlarini ishlab turibdi. Shahar ichida 40 ming so'm, Vodiy voha viloyatlarga pochta orqali kilosi 6 ming so'mdan chiqarib beriladi. Hurmatli qadrdonlar, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Qaranglar, juda chiroyli. Shunda otib olsanglar yoyilib qolaveradi. Kafelda sirpanish ham qiyinroq. E'tiborlar uchun rahmat. Biz sizlarni Chig'atoy filialimizda kutib qolamiz.